Assalamu alaikum, to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Yana bir tema ustida biroz o'rtoqlashaylik deb o'yladim. Yaqindan beri Xitoylarninki shundoq jiqqiligi, mayli demokratiyachilar olsun, mayli Shangangdan kelganlar olsun, o Tayvanliklar tinmay o'zininki Xitoy tarafidan ziyonkashlik uchirganligi to'g'risida tinmay so'zlayotdi. Xalqarada bəkçik guvalıqlarını beriyotidu. Ama bizninkilarninki hayron qolarliq darajada turkumlak vatanga berib kelayotganlar, u yerda bir yer o'ynayotganlar, doying orqali o'zininki har qanday yerlarga borganlarni tinmay tashviq qilayotganlarninkini u bu do'stlarni ivatib qo'yyotidu. Hayron qolarliq darajada biz ziyonkashlik uchirg'uchi millat qatoridan boshqacha bir baxtiyor bir millat. Xitoylar o'zini eziyotgan yerda o'zi Xitoyning bunday ziyonkashlik uchirayotman deyotgan yerda Uyg'urlar hozir butunlay boshqa bir yo'nalishda menayotganligini ko'rib turyapmiz. Heli naqsh usul, heli dutlar, heli bir narsa vatandakilarning usul o'ynayotgan u so'rovlarning tinmay chiqarilyapti. Bunda o'ylab baqsanglar, azroq o'simcha kallanglarda bir narsalarni tapalaysizlar deb o'ylayman. Men yangi chiqqan vaqtimda shu bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa Uyg'urga ondaq qilish kerak, o'zini undaq qilish kerak, undaq qilish kerak hayajonlanib ketib, men rost ishongan. Ro'shan Abbas xonimninki bir ovoz, bir qadam deganlarga ishongan. Shu bitimchi chiqqanman. Çıkıp namoyishga chiqqan bana bilanlar 70 shunchalik bir ziyonkashlik uchirdi. Eldan eliga opamni izlayotgan, eldan eliga singlimni izlayotgan, qilmagan qamidi dadam rahmatliknimi shundan bir to'yg'izib o'tgandi. Hozirgi kunlarda shu namoyishni tashkillovchilar, shu namoyishda shunda aktiv ovoz qo'shganlar, hayajon bilan so'zlaydigan Nurgiyadikilarningmi tuqqanlari, xotinlari, bir nimalari shu vatanga berayotganligini, viza olganliklarini tunogin birisi telefon qildi. Uning oldida bir tonimaydigan birisi telefon qilib, "Ko'rdingizmi, qarang, biz qandoq odam, o'yammush uyimdagilarni shundoq bir avar qilib ketgan, singlim nimada lagerda turmadi. Mana uyimdagilar bilan paranglashgan chaqda shunda gap qilolmay bunda sharat bilan so'zlashatdik. Nima uchun palonchilar boralaydi, pokunchilar boramaydi, o'ylab beqing, nima ish bo'lib ketdi. Ey sizlar o'ylanglar. Siyosiy panohlik tilagan hech qanday odamninki boralaydiganligiga ishonamsizlar? Siyosiy panohlik tilash jarayonini sizlar obdan bilasizlar. Xitoyninki o'zing turgan davlatda o'zing kelgan shu tuproqda ziyonkashlik uchirg'ining, xo'rlik uchirg'ining mushu jihatlardagi jiq narsalarni isbot xarakterlik deyalisang, isbot ko'rsatalisang, anadagi siyosiy panohlik tilashing qabul qilinadi. Vatandaşlık ammigichi bo'lgan arliqda hargizmi ashiyaga baramaysa, vatandaşlık olgandan keyin hozir Xitoy ahvolda erkiy qirg'inchilik yuz beriyotdi shu tuproqda deb turib, Amerikami shundoq dedi, xeyli jiq Yevropa davlatlari agashdi. Mushunda holat qanday baralaysa, Xitoy baramayotman, Xitoy mishad turg'ulamayotdi deb qochiyotsa, sen qanday baralaysan? Sen qanday baralaysan? Haq ishinamda men sizlarga Norvegiya yangi kelganlarga deb qo'yay. Hargiz namoyishda chiqmanglar. Namoyish deb chiqqaninglar bilan menga o'xshash kun ko'rsizlar. Namoyish deb chiqsanglar mana aldamchilik o'zlari bu vatanga qaytayotganlar bor. Norvegiyaga yangi kelganlar. Norvegiyaga yangi kelganlar. Burunlardan her qıtımda muşuna munda bo'yatdi, voy tullab ketdinglar, aqıldinglar, ko'p qildinglar. Beshinga kun kelgan chaqda onangni ko'zini ko'rsatgan yana mushlar. Bilib ol, mushunchik deb qo'yma. Mushalqa hayajon bilan voy ahvolda sturtinglar oldilarda yugurib yurgan namoyish nimalarni, bayroqlarni ko'taradiganlar, sizlar qanday bora oldinglar vatanga? Xitoy qanday viza beryapti sizlarga?
Xitay degan Fanjian diye Fadap degan nimalarni e'lon qilmadi, yengilmidi? Nima deb sizlar bora olaysizlar? Tinmay tashviq qilib, voy, bir oyning ichida viza berdik-a, 3 haftada viza berdik-a. İşim bo'lmaydi-a deb turib, nima deb tashviq qilyapsizlar? Enaqa jela, shela. Hükümet bilmeydi emas, obdan bilidi. Sizlar nereden pul eylevatsizlar, obdan bilidi. Qandaq pul şichen qivatsizlar, obdan bilidi hükümet. Fakat vaqti kelmaganida yeri var. Qandaq pul tepatsizlar? Qandaq pul yotkiyalasizlar sizlar? Bevosita pul yotkiyalayotgansizlar? Shvetsiya orqali, yana birsi orqali, yana birsi orqali. Ajoyib. Lekin tashviqotga kelgan chog'da voy Uyg'ur andaq bo'ldi, mundaq bo'ldi, Uyg'urni kamsitadigan bormi? Haliq bir to'pda. Kamsitadigan bormi? Mayuslantiradigan bormi? Ashtaq narsalarni tinmay tashviq qilsa. Aldırma. Kuning oldingda birdan cho'p chiqamankin ko'rib tursa. Men sana ishim tarliq qilmadim. Yalğandan ko'z bo'yamchilik qilib bayroqni ko'tarib o'ltirib aqasang aldamchilik qilding. Xalqarani aldiding. Yana qizlaring berib kelvassa, xotinlaring berib kelvassa, o'zing bağılıvassang. Burungu O'zbekiston orqali, yana bir orqali chandırmay yurganing bilan hozircha bevosita berishyapsan-ku. Xitoy pasportlaring bor-ku, ba'zanlaringninki. Türk pasportlaring bor-ku. Yalğandan pasportlaringni olmayaka. Men aerodromda jirtib etib turib kirgan. Siyosiy panohlik degan odam. Aqasın o'xshash, Yevropani bir cho'glab chiqib, onadiki mundaqmiki, andaqmiki deb kirganlarga o'xshamayman. Mening pasportim yo'q. Yeşil pasportli odamlarmi vatanga berib etishibsa. Qanday bora olading? U yerning pasporti bor aqasingda. Aldırmay kirmiz o temaga. Tinmay qil. Xudo ko'rib turibdi, atrofdagilarni ko'ribdi. Biyaram bo'lganlarmi bor? Ko'rimiz. O'ylab beqinglar, siyosiy panohlik tilgan odam qandoq bora oladi? Xitoy viza beramda aşı şartlaring, sen hozirlaydigan shartlaringning ichida nimalar bordi? Qandoq materiallarni topshirding? Qog'inni o'zing bilsa. Bu ishni men bergiz bosh qo'yib atmayman. Ishonmasan qarab tur. Yolg'ondan aşı, uyimda bir tal bayroqmi yo'qdi meningki. Men yangi chiqqan vaqtlarda uyimda bir tal bayroqmi yo'qdi. Aşında bir namoyish vaqinimga onamni ko'zim ko'rsatdi. Haqiqatan namoyishning uyushtiruvchisi, voy noyit aktiv, onitil, yana bir daqiqa qanday beryapsan? Qanday bora olaysan? Xitoy seni tutmadimi? Rahmat qarindoshlarım, bugun toza keyfim yaxshi emasdi. Yangi bir narsani olgandim. Ko'rimiz. Men hargiz bosh qo'yatmayman. Ay köşmeler idarəsiga kirməyəm. Mən aldamçılıq qılmam köşmeler idarəsində. Haqqasın çox çıxıma qarab dur, bara yana. Aldamçılıq qılmay bağan bolsan nima dedim?